farzand ko'ra olmayotgan va er-xotinlik munosabatlarida muammolar bo'layotgan er-xotinlar diqqatiga. Mana bu erkaklar uchun, bu ayollar uchun maxsus asalli majunlarimiz. Umumiy gapiraman, ikkalovi ham quvvatni oshiradi, umumiy energiyani oshiradi, asablarni tinchlantiradi. Bundan tashqari maxsus, demak, erkaklarda impotensiya holatlarini bartaraf qiladi, spermatozoid urug'ini foizini oshiradi. Demak, prostata muammosida adenoma, siydik tomchilashlari, shamollashlarda juda ham foydali. Bu chisti ham energiya ham quvvat sanaladi. Bemalol erkaklar bir choy qoshiqdan 2 mahal ichishlari mumkin. Ayollarda demak, bachadon bo'yni kasalliklari, follikula yorilmasliklari, energiyani pastligi, asab bilan bog'liq muammolar, kista, mioma, poliplarda juda ham samarali hisoblanadi. Ikkalasi ham bir choy qoshiqdan 2 mahalgacha ichiladi. Narxi demak 290 ming so'mga 320 ming so'm. Buyurtma qilish uchun pastda maxsus demak silka qoldirganmiz. Shu ro'yxatdan o'tib buyurtma qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu ikkalasi ham 100% mana bunaqangi tabiiy dorivor giyohlardan tayyorlangan, hech qanaqa organizmga zarari yo'q. Foydasi birinchi haftani o'zida seziladi. Agar 2 oygacha ichilsa, demak befarzandlikdan to'liq davolansa bo'ladi.